Assalomu alaykum ukalarim, Qarshiylarda changan tayyor holatda. Akalarimiz bizani qilib bergan ishlarimizni ko'chada ko'rib, havas qilib bizani ishxonamizga tashrif buyurgandilar. Variantlarni ko'rsatib o'tdik. Akamizga mana shu variant ma'qul bo'ldi. Avvalambor balandliklarini aytib o'tamiz. Pol qismidan tom qismigacha standartlarga muvofiq 1.85 qilib berganmiz. Ushbu variantimiz oldi fortishkali va tepa qismlari ochiladigan variant qilib berilgan. Okalar, Xitoy u deymiz, bu deymiz, lekin mashina chiqarishi yorvoryapti ochig'i. Oldi tomondan xuddi bir Land Cruiser 300 ni eslatib o'radigan qilib chiqarishgan ekan. Tentlarimizni e'tibor qilinglar, hech qayerda bir g'ijim joylari yo'q. Misoli baraban qilib berilgan. Ish tugatgandan keyin suv bilan yuvib tekshirib egasiga topshiramiz har doim. Hech qayerda suv o'tkazib o'radigan joylari yo'qmi, bormi deb tekshiramiz va qo'ynimiz xotirjam bo'lishligi uchun. Orqa tomonlari mana 3 tali oshir, ya'ni furnituralarni qo'yib berganmiz. Furnituralarimiz eng zo'ri sifatlisida qilib berilgan akalar. Qulashga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'zining yonida kalitlari bor. Bu tomondan ko'rinishlari. Nima deyapti aka? Tekis bo'lib turibdimi? Aka, endi buni ichini ko'rsating degan obunachilarimiz uchun marhamat, mana ichki tomondan ko'rinishi. Nimadir boylashga to'g'ri keladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek ikkita halqa qo'yib berilgan va 3 ta lentasi bor akalar. Fortishkani ochishga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha lentaga boylab qo'ysanglar bo'ladi. Shu fortishkani orqa urvinida syomniy dugalarimiz bor. Syomniy duga taqirlab asabiyligi tegmasligi uchun mana ko'rib turganingizdek bolt gaykali qilib berilgan akalar. Germetikalar nima deyapti akalar? Germetikalari plavniy qilib bir tekisda mehr bilan tortib berilgan. Tepa qismlari alohida ochiladigan syomniyli bo'lgan. Zapaskalarini ko'rib turganingizdek yoniga olib berganmiz. Endi buni eshigini yopilish, ochilishlarini ko'rsating degan akalarimiz uchun mana yopilishlari, ochilishlari qutlashga to'g'ri kelsa mana o'zining kalitlari bor. Bu tomondan yopilishlari juda ham bir yaxshi ishlab beradi. Akalar, kimga shunaqa tent xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan. Bemalol aloqaga chiqinglar, ishinglarni tez va sifatli, eng muhimi ko'ngilingizdan joy oladigan qilib bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.